ishsizlik nafaqa miqdori qancha? Ya'ni bu ishsizlik nafaqasi shaxsning holatiga qarab tayinlanadi. Aytaylik 12 oy ishlab, undan keyin ishini yo'qotgan bo'lsa, bu shaxsga shu oldingi ish joyidagi oylik ish haqining 50% miqdorida ishsizlik nafaqasi tayinlanadi. Va bunda eng kami, ya'ni 1.155 mingdan kam bo'lmasligi kerak va shuningdek o'rtacha oylik ish haqidan ko'p bo'lmasligi kerak. Ya'ni bugungi kunda taxminan 5.300 yo 5.400 ming atrofida. Misol uchun siz oldingi ish joyingizda 8 million oylik olgan bo'lsangiz, demak siz ishingizni yo'qotgan bo'lsangiz, sizga ishsizlik nafaqasi demak 4 million so'm to'lab berilishi kerak. Shuningdek, agar siz 1 yil davomida ishsiz yurib, undan keyin murojaat qilayotgan bo'lsangiz, ishsizlik nafaqasi demak bunda eng kam oylik ish haqining 1 baravari miqdorida, aytaylik bugungi kunda 1.155 ming so'm miqdorida ishsizlik nafaqasi tayinlanadi. Agarda siz oldin umuman hech qayerda ishlamagan bo'lsangiz, demak sizga nisbatan eng kam mehnatga haq to'lash miqdorining 75% miqdorida ishsizlik nafaqasi tayinlanadi. Mana shunday ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.